davrani kengroq qilamiz. Kechamizni davom etamiz. Kelin-kuyovlarimizning bugungi baxtli kunlari bilan tabriklamoq uchun so'z navbatiga taklif etamiz. Kuyovlarimiz Azizjonning kollektivi tomonidan mana Mag'dalni shahrimizning Son Epidim stansiya kollektivi tomonidan Sharofat opamizni taklif etamiz. Qani marhamat Sharofat opa keling. Kelib mana butun kollektivimiz nomidan mana shu yoshlarimizning bugungi baxtli kunlarini tabriklab ketishingiz mumkin. Mahmasahat akamiz kollektivi tomonidan, Neftiboz kollektivi tomonidan Bobomurod akamiz sizni ham tabriklamoq uchun taklif etamiz. Qani marhamat kelingizlar. Hurmatli mehmonlar, bugun akşam Kur'an Başklası'ndan Ulu Toy Ulu Damara Ştoyun sanatkarları Aziz bilen Çınar'a men hem öz adımdan hem de kollektivimiz arasıçılık kılığının adından sizler bağıttığınızdan kutlayan bağıt durmuş arzu ediyen hem de sözümün sonunda kollektivimiz adımdan hayatmak için soğutmuzda şonu konuşulmana olsa dedim. Hem de müzikantlardan karşı arasıçılık kılığı için en bir oğumuz kadar olsa işgallerden çok tanız etsek. Mana kollektivining sovg'alarini qabul qilamiz. Qani so'zlar bilan marhamat. Neft qonunchilik kollektivi tomonidan Bobomurod akamiz, qani marhamat keling. Butun kollektivimiz tomonidan mana shu yoshlarimizning baxtli kunlarini tabriklab ketishingiz mumkin. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum. Uzoqdan yaqindan kelgan mehmonlar. Mana bugun masalan Ramazonga eldan kattadan katta boy, kattadan katta tantana bo'lib o'tdi. Mana bugun eng bir quvonchli kuni shunday o'g'ilni uylantirib o'tgan. Umid ko'rishimga olib o'tgan. Mana bizning kollektivimiz adından, To'ytanda ko'rgazmaning adından 122-chi zapravkaning adından, 220-chi zapravkaning adından, Şehir'deki nefis adından, hem de ormanların kızları adından şuların toylarını kutlarını diyor. Şu yiğitlere, kızlara uzak ömür, vakti durmuş, yetip boza, o kızları köp kurmanı Allah Teala'dan dile getiriyor. Yiğit karganasının işgallerinin adından, 122-ci zapravkanın adından, 221'in adından, nefis adından, aklisinin toylarını kutlanmalıklar, küçücük soğuğatımızı vermekliğe, uğuşulmaklığa, ruhsat edin, Mehmet Sevin doğrumuza gelip şu kadarkanımızı soğuğatımızı almanı kayış ediyor. Sağ olun. Öyle duruşarım. Rahmet. Mana kollektivining sovg'alarini qabul qilamiz. Ey yashang. Neftiboz kollektivining sovg'alarini qabul qilamiz. Sizlarga kollektivimizga ham omadlar tilab qolamiz. Sog' bo'lingizlar. Tomonidan qo'yilgan prizlarimiz ila Jabbor bobosi tomonidan 20 manat davrimizga prizga kelib tushdi. Mahmasahat akamizning mana jiyanlari atayin jiyanlari uchun 50 manat davrimizga prizga kelib tushdi. Mana barcha jiyanlarini davrimizga mana shu prizlar uchun taklif etib qolamiz. Qani marhamat. Masay akamizning jiyanlarining
foydalarini to'ldirib, qiziqtirib o'ynab, prizlar olish sizlarga nasib etsin deb qolamiz. Mana to'y bekalari tomonidan super prizimiz ham bor. Sarka prizlarimiz. Azizjonning kollektivi, Sanepidem stansiya kollektivining barchasini keng davramizga mana shu sarka prizimiz uchun taklif etib qolamiz. Qani Sanepidem stansiya sizlarning barchalaringizni davramizga taklif etamiz. Sağ bo'lingizlar. Mana sarka prizlaringiz muborak bo'lsin deb qolamiz. Yana prizlar uchun davraga taklif etamiz siz mehmonlar. Mana mehmonlarimizdan Bozor opasi, Oyimxol opamiz, Gulzira, Dilorom, Barchinoy opamiz, Dilfuza, Feruza, Zebo, Manzura sizlarni ham keng davramizga prizlar uchun taklif etib qolamiz. Qani marhamat. Kichkintoy qizlarimiz ham bor davramizda. Nurona, Ozoda, Aynura singillarimiz. Qani marhamat, mana shu kichkintoy qizlarimiz uchun prizlarimiz bor. Taklif etamiz. Kelin kuyovlarimizning baxti uchun atalgan shirinlik tortlarini kesish navbati ham yetib keldi. Jahonning shodligiga yetsa butun do'stlar diydoridan bo'lolmas ustun deganlar. Mana kuyovlarimizning avaz oshnosi, kelinimizning Gulasal dugonasini tabriklamoq uchun taklif etamiz. Do'sting bo'lsin, teng bo'lsin. Yurak bag'ri keng bo'lsin. Mehnatda ham rohatda doim hamrohing bo'lsin. Qani marhamat do'stlari, kelingizlar. Bir do'stlik qilib mana shu yoshlarimizning bugungi baxtli kunlarini butun oshna do'stlaringiz tomonidan tabriklab ketishingiz mumkin. Gulasal. Avval qani marhamat kelingizlar yoshlar. Gülning tikoni bo'lmasa, yorni yor dermi kishi, yorning sevgan yoriga vafosi bo'lmasa. Chinara aziz, baxtli bo'lsin.
Neyem derler? Aşağıdan sıra sağlığımızdan hoşuma olsa dedim. Emme aşağıdan Görkü! Sizler için sağ olun. Aşna dostlarının savgaları. Uganasının altın müzik savgalarını kabul kılamaz. Şarjı tam atrafına, derli